Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Yangi to'lovlar nima? Ular qayerdan paydo bo'lyapti va eng asosiysi kim ularni to'lashi kerak? Kim esa shoshilib pul o'tkazib yubormasligi kerak? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki noto'g'ri tushunilgan bitta to'lov keyin qarzdorlik, penya, ogohlantirish xati yoki asossiz xarajatga aylanishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga oddiy tilda hayotiy misollar bilan qaysi holatda to'lash kerakligini, qaysi holatda esa avval tekshirish shartligini tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing, chunki bunday ma'lumotlar pulingizni, vaqtingizni va asabingizni asraydi. Avvallari ko'pchilik to'lovlarni juda sodda tushunardi. Elektr uchun alohida, gaz uchun alohida, suv uchun alohida, chiqindi uchun alohida, chiqindi uchun alohida, soliq uchun alohida kvitansiya kelardi. Odam qaysi xizmatdan foydalansa, o'sha xizmat uchun to'lardi. Masalan, uyda elektr hisoblagich bo'lsa, qancha kilovat ishlatilgan bo'lsa, shuncha hisoblanardi. Suv hisoblagich bo'lsa, kub metr bo'yicha to'lanardi. Yer yoki mol-mulk solig'i esa yil davomida soliq organi hisob kitobi asosida kelardi. Endi esa ko'p joylarda to'lov tizimi ancha o'zgaryapti. Xizmatlar raqamlashtirilyapti. Qarzdorliklar yagona bazalarda ko'rinyapti. Ayrim to'lovlar avtomatik hisoblanadi. Ayrimlari esa uy, mulk, avtomobil, tadbirkorlik yoki ro'yxatdan o'tgan shaxs bilan bog'lanadi. Shu sababli odamlar orasida savol ko'paydi. Bu yangi to'lov aslida majburiymi yoki yo'qmi? Uni davlat belgilaganmi yoki xususiy tashkilot talab qilyaptimi? Men to'lamasam nima bo'ladi? Men bu xizmatdan foydalanmagan bo'lsam ham to'lashim kerakmi? Men ekspert sifatida eng avvalo bitta narsani aniq aytaman. Har qanday to'lovning asosi bo'lishi kerak. Ya'ni to'lov shunchaki kimdir aytgani uchun emas. Qonun, shartnoma, xizmat ko'rsatish vaqt yoki mulkka egalik asosida paydo bo'ladi. Agar sizga yangi to'lov keldi. Demak, birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Bu to'lov nimaning evaziga hisoblandi? Ikkinchi savol, uni kim hisoblagan? Uchinchi savol, men ushbu to'lov bo'yicha majburiyatga egamanmi? Kommunal xizmatlar bo'yicha to'lov odatda xizmatdan foydalanish bilan bog'liq. Soliq bo'yicha to'lov esa mulkka egalik yoki daromad bilan bog'liq. Uy-joy shirkatlari yoki boshqaruv kompaniyalari to'lovlari ko'p kvartirali uyga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tadbirkorlar uchun ayrim to'lovlar faoliyat turi, aylanma. Xodimlar soni yoki ijara shartnomasi bilan bog'lanadi. Shuning uchun ham hamma yangi to'lovni bir xil baholab bo'lmaydi. Endi men kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda uy yoki kvartira egalariga bu mavzu juda tegishli. Agar sizning nomingizda kvartira, hovli, noturar joy, do'kon, ofis yoki yer uchastkasi bo'lsa, sizga turli to'lovlar kelishi mumkin. Bu yerda oddiy qoida bor. Mulk egasi sifatida sizda soliq, kommunal yoki xizmat ko'rsatish bilan bog'liq majburiyatlar bo'lishi mumkin. Lekin bu har qanday xabar kelganda darhol to'lash kerak degani emas. Masalan, tasavvur qiling. Dilshod aka Toshkent shahrida 2 xonali kvartira egasi. U har oy elektr, gaz, suv va chiqindi uchun to'lab keladi. Bir kuni unga boshqaruv kompaniyasidan yangi to'lov haqida xabar keladi. Lift ta'miri va umumiy hududlarni saqlash uchun oyiga 15 ming so'm. Dilshod aka hayron bo'ladi. Men liftni kam ishlataman, nega to'lashim kerak? Bu holatda masala shunday, agar uy ko'p kvartirali uy bo'lsa, lift kirish yo'lagi tom, podval, quvur, umumiy elektr tarmog'i kabi qismlar umumiy mulk hisoblanishi mumkin. Bunday xizmatlar bo'yicha to'lov umumiy yig'ilish qarori shartnoma yoki boshqaruv tashkiloti bilan munosabat asosida belgilanadi. Demak, Dilshod aka darhol janjal qilmasdan avvalo hujjatni so'rashi kerak. To'lov nimaga asoslanib qo'yilgan? Tarif qanday hisoblangan? Qarorni kim qabul qilgan? Ikkinchi misol. Nodira opa kvartirasini ijaraga bergan. O'zi esa boshqa tumanda yashaydi. Kvartirada ijarachilar yashaydi, ular elektr va suvni ishlatadi. Bir necha oy o'tib, Nodira opaga katta qarzdorlik chiqadi. Elektr 320 ming so'm, suv 5 ming so'm, chiqindi 90 ming so'm. U ijarachilar to'laydi deb o'ylagan. Lekin tizimda mulk egasi yoki abonent nomi Nodira opa bo'lgani uchun qarzdorlik uning nomida ko'rinadi. Mana shu juda muhim nuqta. Agar siz uy egasi bo'lsangiz va uyni ijaraga bersangiz, to'lovlarni kim to'lashi ijara shartnomasida aniq yozilishi kerak. Aks holda xizmat ko'rsatuvchi tashkilot odatda abonentdan yoki mulk bilan bog'liq shaxsdan talab qiladi. Shuning uchun ijara berishda hisoblagich ko'rsatkichlarni topshirish dalolatnomasi, qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumot va to'lov majburiyatlari alohida yozilishi kerak. Uchinchi misol. Bir oilaga chiqindi uchun to'lov keladi. Lekin ular qishloqda yashaydi.
va chiqindi mashinasi ularning ko'chasiga doim kelmaydi. O'yla shunday deydi, xizmat ko'rsatilmayapti, nega to'layman? Bu yerda ham vaziyatni hujjat bilan ajratish kerak. Agar hudud rasmiy xizmat ko'rsatish rejasiga kiritilgan bo'lsa, aholi soni bo'yicha to'lov hisoblanishi mumkin. Lekin xizmat haqiqatda ko'rsatilmayotgan bo'lsa, fuqaro yozma murojaat qilishi, xizmat ko'rsatilmagan kunlar yoki davrlarni ko'rsatishi, mahalla yoki qo'shnilar guvohligi, foto yoki video dalillarni ilova qilishi mumkin. Og'zaki norozilik ko'p hollarda natija bermaydi. Yozma murojaat esa qayta hisob-kitob talab qilish uchun asos bo'ladi. 4-misol. Avtomobil egasiga texnik ko'rik, sug'urta, jarima, avtoturargoh yoki boshqa xizmat bilan bog'liq yangi to'lov ko'rinadi. U mashinani kam haydaydi. Ba'zan umuman foydalanmaydi, lekin avtomobil ro'yxatda turibdi. Bu yerda ham prinsip shunday. Ayrim majburiyatlar foydalanish bilan emas, ro'yxatdan o'tgan mulk yoki harakat bilan bog'lanadi. Masalan, majburiy sug'urta avtomobil yo'l harakatida ishtirok etish uchun kerak bo'ladi. Jarima esa qoidabuzarlik fakti bilan bog'liq. Avtoturargoh uchun to'lov esa aniq joydan foydalanish bilan bog'liq bo'lishi kerak. Agar siz to'lovni ko'rsangiz, sana joy, davlat raqami, xizmat turi, qaror raqami yoki hisob-kitob asosini tekshiring. 5-misol tadbirkorlarga tegishli. Kichik do'kon egasi har oy ijara, elektr, soliq, bank xizmati, xodim oyligi, ijtimoiy to'lovlar bilan ishlaydi. Bir kuni unga qo'shimcha to'lov yoki qarzdorlik chiqadi. Tadbirkorlarning xatosi shundaki, ular ba'zan shaxsiy to'lov bilan biznes to'lovini aralashtirib yuboradi. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, sizning majburiyatingiz faoliyat turiga qarab farq qilishi mumkin. Agar MCJ bo'lsangiz, korxona nomidan kelgan to'lov va rahbarning shaxsiy to'lovi alohida bo'ladi. Bu farqni tushunmaslik katta muammo keltiradi. Masalan, 1 million so'm soliq qarzi korxona hisobida turgan bo'lishi mumkin, lekin rahbar uni shaxsiy karta orqali to'lov maqsadini noto'g'ri yozsa, qarz yopilmay qolishi ehtimoli bor. Shu sababli biznes to'lovlarda stir, shaxsiy hisob raqam, to'lov kodi va davr juda aniq bo'lishi kerak. Endi kimlar shoshilmasligi kerakligini ham aytaman. Agar sizning nomingizda mulk bo'lmasa, siz hech qanday shartnoma imzolamagan bo'lsangiz, xizmatdan foydalanmagan bo'lsangiz va to'lov xabari noaniq raqamdan kelgan bo'lsa, darhol pul o'tkazmang. Ayniqsa telefon orqali bugun to'lamasangiz karta bloklanadi. Jarima 2 barobar bo'ladi. Shu havola orqali to'lang degan gaplarga ishonmang. Rasmiy to'lovlar odatda rasmiy ilovalar, bank tizimlari, davlat xizmatlari portali, soliq kabineti, kommunal tashkilotning shaxsiy kabineti yoki rasmiy kvitansiya orqali tekshiriladi. Agar siz ota-onangizning uyida yashasangiz, lekin uy sizning nomingizda bo'lmasa, siz to'lovni amalda oilaviy kelishuv asosida to'lashingiz mumkin. Lekin huquqiy majburiyat mulk egasi yoki abonent nomida bo'lishi mumkin. Bu juda nozik farq. Masalan, o'g'il ota-onasining uyida yashaydi va har oy kommunal to'laydi. Keyin u boshqa joyga ko'chib ketadi. Qarzdorlik qolsa, xizmat tashkiloti ko'pincha o'g'ildan emas, abonent sifatida ko'rsatilgan shaxsdan talab qiladi. Shuning uchun oilada ham to'lov kimning nomida, hisoblagich kimga biriktirilgan, qarzdorlik kimda chiqadi, buni bilish kerak. Agar sizga to'lov kelgan bo'lsa, lekin summa juda g'alati ko'rinsa, masalan, odatda taqamiz 1000 so'm to'lab yurgan bo'lsangiz, birdaniga 1 million 200 ming so'm chiqsa, bu holatda ham shoshilmang. Hisoblagich noto'g'ri kiritilgan bo'lishi, eski qarz qo'shilgan bo'lishi, ko'rsatkichlar aralashgan bo'lishi, boshqa abonent hisob raqami sizga bog'lanib qolgan bo'lishi mumkin. Men bunday vaziyatlarda birinchi navbatda oxirgi 6 oy yoki 12 oy uchun to'lov tarixini ko'rishni tavsiya qilaman. Qachon qancha to'langan, qaysi oyda sakrash bo'lgan, hisoblagich ko'rsatkichi qanday o'zgargan, tarif o'zgarganmi? Shularni tekshirish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'taman. Birinchi nozik nuqta, men foydalanmadim degan gap har doim ham to'lovdan ozod qilmaydi. Masalan, ko'p kvartirali uyda odam birinchi qavatda yashaydi va liftdan deyarli foydalanmaydi. Lekin lift umumiy mulkning bir qismi bo'lsa, uni saqlash xarajati hamma qatnashishi mumkin. Yoki odam kvartirada yashamaydi. Lekin umumiy hudud yoritilishi, tom ta'miri, quvurlar, kirish eshigi, tozalash xizmati uchun to'lov hisoblanishi mumkin. Bu yerda asosiy savol, xizmat umumiy mulkni saqlashga tegishlimi yoki shaxsiy iste'molga tegishlimi? Ikkinchi nozik nuqta, ro'yxatda turish va amalda yashash farq qiladi. Ayrim to'lovlar yashovchilar soniga qarab hisoblanishi mumkin. Ayrimlari esa mulk maydoni yoki hisoblagichga qarab. Masalan, suv hisoblagich bo'lmasa, yashovchilar soni asosida hisoblanishi ehtimoli bor.
Agar uyda 5 kishi ro'yxatda turib, amalda 2 kishi yashasa, siz qayta hisob-kitob so'rashingiz mumkin, lekin buni og'zaki emas, hujjat bilan qilishingiz kerak. Masalan, boshqa joyda o'qish yoki ishlash haqida ma'lumotnoma, vaqtincha yashash joyi bo'yicha hujjat, mahalla ma'lumotnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 3-nozik nuqta. Hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida berilmasa, tizim o'rtacha sarf bo'yicha hisoblab yuborishi mumkin. Keyin odam men buncha ishlatmadim deb norozilik bildiradi. Lekin xizmat ko'rsatuvchi tashkilot aytadi: siz ko'rsatkichni vaqtida bermadingiz. Tizim o'rtacha hisob qildi. Shuning uchun men har oy bir sanada hisoblagich rasmga olishni tavsiya qilaman. Rasmda sana saqlanadi, ko'rsatkich aniq ko'rinadi. Agar keyin nizo chiqsa, sizda dalil bo'ladi. 4-nozik nuqta. Penya va jarimalar asosiy qarzdan alohida bo'lishi mumkin. Masalan, asosiy qarz 200 ming so'm bo'lsa, vaqt o'tishi bilan penya qo'shiladi. Odam faqat 200 ming to'lab, qarzim yopildi deb o'ylaydi. Lekin tizimda 12 ming so'm penya qoladi. Keyin yana qarzdorlik xabari keladi. Shuning uchun to'lov qilishdan oldin asosiy qarz, penya jarima, xizmat haqi, komissiya alohida ko'rsatilganmi tekshiring. Agar tushunarsiz bo'lsa, hisob-kitob dalolatnomasini so'rang. 5-nozik nuqta. Xususiy tashkilotlar talab qilayotgan to'lovlarni alohida tekshirish kerak. Davlat organi hisoblagan to'lov bilan xususiy kompaniya yuborgan hisob bir xil emas. Masalan, uy boshqaruv kompaniyasi qo'shimcha ta'mirlash uchun pul yig'moqchi bo'lsa, u qanday qarorga tayanganini ko'rsatish kerak. Aholi roziligi bo'lganmi, smeta tuzilganmi, xizmat ko'rsatilganmi, shartnoma bormi, pul qayerga sarflanadi? Siz to'lovdan qochish uchun emas, qonuniylikni bilish uchun bu savollarni berishga haqlisiz. 6-nozik nuqta. Eski qarzdorlik yangi egaga o'tishi masalasi. Masalan, siz kvartira sotib oldingiz. Keyin ma'lum bo'ldiki, oldingi egadan 2 million so'm kommunal qarz qolgan. Bu juda ko'p uchraydigan muammo. Oldi sotdi vaqtida qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma olinmasa, keyin kim to'lashi borasida tortishuv chiqadi. Shuning uchun mulk sotib olayotganda elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi, boshqaruv kompaniyasi, soliq bo'yicha alohida tekshiruv qilish kerak. Notarial bitimning o'zi hamma amaliy qarzdorlikni avtomatik yo'q qilib yubormaydi. 7-nozik nuqta. Xabar kelgan to'lov bor degani, lekin xabar haqiqiy degani emas. Hozir firibgarlik holatlari ko'p. SMS, Telegram, telefon qo'ng'irog'i, soxta havola orqali pul undirishga urinishlar bo'ladi. Masalan, sizda yangi davlat to'lovi bor. 24 soat ichida to'lang deb havola yuborishadi. Siz havolaga kirib karta ma'lumotini kiritsangiz, pulingiz yechilib ketishi mumkin. Men qat'iy tavsiya qilaman. Hech qachon noma'lum havola orqali karta ma'lumotlarini kiritmang. To'lovni faqat ishonchli bank ilovasi, rasmiy portal yoki tashkilotning tasdiqlangan kanali orqali tekshiring. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. 1-qadam, to'lovning manbasini aniqlang. Sizga xabar qayerdan keldi? Soliq organidanmi, kommunal xizmatdanmi, bank ilovasidanmi, boshqaruv kompaniyasidan, mahalladan yoki noma'lum raqamdanmi? Agar manba noma'lum bo'lsa, to'lovni to'xtatib turing va tekshiring. 2-qadam, to'lov asosini so'rang, oddiy qilib yozing. Menga hisoblangan to'lov bo'yicha hisob-kitob asosini, tarifni, davrni va qaror yoki shartnoma nusxasini taqdim etishingizni so'rayman. Mana shu jumla juda foydali. Chunki u hissiyot emas, hujjat talab qiladi. Agar tashkilot qonuniy ishlayotgan bo'lsa, u sizga asos ko'rsatishi kerak. 3-qadam, shaxsiy ma'lumotlarni tekshiring. To'lov sizning FIO, STIR, kadastr raqami, abonent raqami, avtomobil raqami yoki shartnoma raqamingizga tegishlimi? Ba'zidan odamlar boshqaning abonent raqamini adashtirib to'lab yuboradi. Pulni qaytarish esa vaqt oladi. Ayniqsa kommunal to'lovlarda abonent raqami juda muhim. 4-qadam, oxirgi to'lov tarixini yig'ing. Bank ilovasidan cheklarni yuklab oling. Qog'oz kvitansiyalar bo'lsa, rasmga oling. Hisoblagich ko'rsatkichlarini yozib chiqing. Agar sizda oxirgi 6 oy uchun to'lovlar aniq bo'lsa, har qanday nizoda ancha kuchli pozitsiyada bo'lasiz. Masalan, men to'laganman deyishning o'zi yetarli emas. Chek raqami, sana summa va qaysi hisobga tushgani kerak. 5-qadam. Yozma murojaat qiling. Telefon orqali gaplashish qulay, lekin keyin uni isbotlash qiyin. Shuning uchun tashkilotga rasmiy ariza bering yoki elektron murojaat yuboring. Arizada quyidagilar bo'lsin: ism sharifingiz, manzilingiz, abonent yoki shartnoma raqamingiz, muammo mazmuni, qaysi davr bo'yicha e'tirozingiz borligi, ilova qilingan hujjatlar ro'yxati va talabingiz. Talab aniq bo'lsin.
qayta hisob-kitob qilish, qarzdorlikni tekshirish, pensiya sababini tushuntirish, hatto abonent bog'lanishini tuzatish yoki xizmat ko'rsatilmagan davr uchun hisobni bekor qilish. 6-qadam kerakli hujjatlarni tayyorlang. Uy bo'yicha pasport yoki ID, mulk hujjati, kadastr ma'lumoti, ijara shartnomasi, hisoblagich rasmi, oldingi cheklaringiz, qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumotnoma, dalolatnoma, mahalla ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Avtomobil bo'yicha texnik pasport, sug'urta polisi, jarima qarori yoki foto dalillar kerak bo'lishi mumkin. Tadbirkorlar uchun esa istir, bank to'lov topshiriqnomasi, shartnoma, hisob faktura, soliq kabinetidan ko'chirma va buxgalteriya ma'lumotlari zarur bo'ladi. 7-qadam. Muddatlarni o'tkazib yubormang. Ba'zi to'lovlarda e'tiroz bildirish yoki qayta hisob-kitob so'rash uchun amaliy muddatlar bo'ladi. Siz qancha kechiksangiz, pensiya yoki qo'shimcha xarajat oshishi mumkin. Shuning uchun keyin ko'raman demang. Kamida dastlabki murojaatni tezroq yuboring. Hatto masala hali to'liq tushunarli bo'lmasa ham, ushbu hisob-kitobga e'tirozim bor. Asoslarni taqdim etishingizni so'rayman deb yozib qo'yish foydali. 8-qadam. To'lovni bo'lib to'lash yoki kelishuv imkoniyatini so'rang. Agar qarz haqiqatan ham sizniki bo'lsa, lekin summa katta bo'lsa, tashkilot bilan kelish mumkin bo'lgan holatlar bo'ladi. Masalan, 3 million so'm qarzdorlikni birdaniga to'lash qiyin. Siz yozma ravishda bo'lib to'lash jadvalini so'rashingiz mumkin. Bu qarzni inkor qilish emas, uni tartibli yopish yo'lidir. Eng yomoni umuman javob bermaslik. Chunki javobsizlik keyin majburiy undirish, cheklov yoki sudgacha bo'lgan jarayonlarga olib kelishi mumkin. 9-qadam. Asossiz talab bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki vakolatli organga murojaat qiling. Masalan, kommunal xizmat bo'yicha tuman bo'limi javob bermasa, hududiy boshqarmaga yozish mumkin. Soliq bo'yicha shaxsiy kabinet soliq inspeksiyasi yoki yuqori organ orqali aniqlashtirish mumkin. Iste'molchi sifatida huquqingiz buzilsa, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha tegishli tashkilotlarga murojaat qilish mumkin. Muhimi, murojaatingizda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Sana, summa, abonent raqami, ilova, talab. 10-qadam. Har oy moliyaviy nazorat odatini kiriting. Men buni juda oddiy usulda qilishni maslahat beraman. Bir daftar yoki telefon eslatmasida oy nomini yozing. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, internet, soliq, kredit, ijara kabi bo'limlar qiling. Har oy to'lov qilingan sana va summani yozib boring. Bu oddiy ko'rinadi, lekin bir yil o'tgach sizda to'liq moliyaviy tarix bo'ladi. Nizo chiqsa, siz ansiq gapirasiz. Qolaversa, ortiqcha to'lov, tarif o'zgarishi yoki sarf keskin oshganini tez sezasiz. Keling, yana bir nechta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, sizga 6000 ming so'm yangi to'lov keldi. Izohida umumiy ta'mirlash deb yozilgan. Siz nima qilasiz? Darhol to'lamaysiz. Avval smeta, yig'ilish qarori, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot nomi, ish bajarilgan yoki bajarilmaganini so'raysiz. Agar haqiqatan uy tomi ta'mirlangan, aholi yig'ilishida qaror qabul qilingan, xarajat kvartiralar o'rtasida adolatli taqsimlangan bo'lsa, to'lov asosli bo'lishi mumkin. Agar hech qanday hujjat bo'lmasa, savol berish kerak. Ikkinchi vaziyat, sizga suv uchun juda katta summa chiqdi. Uyda hisoblagich bor. Avval hisoblagichdagi hozirgi ko'rsatkichni rasmga olasiz. Keyin oxirgi topshirgan ko'rsatkich bilan solishtirasiz. Agar tizimga bitta raqam ortiqcha kiritilgan bo'lsa, masalan 1025 o'rniga 1027 kiritilgan bo'lsa, summa keskin oshadi. Bunday holatda xizmat tashkilotiga ariza berib, hisoblagich ko'rsatkichini joyida tekshirtirishni so'raysiz. Tekshiruv dalolatnomasi tuzilsa, qayta hisob-kitob qilish mumkin bo'ladi. 3-vaziyat. Siz kvartira sotib oldingiz va eski egadan qarz chiqdi. Bu holatda oldi sotdi shartnomasi, topshirish dalolatnomasi, hisoblagich ko'rsatkichlari, oldingi egadan olingan ma'lumotlar kerak. Kelajakda bunday muammoga tushmaslik uchun mulk sotib olayotganda barcha xizmatlardan qarzdorlik yo'qligini tekshirishni odat qiling. Uy narxiga qarab odamlar 5 million so'm savdolashadi. Lekin 2 million so'm kommunal qarzni tekshirmaydi. Bu xato. 4-vaziyat. Siz ijarachisiz. Uy egasi sizdan yangi to'lovni to'lashni talab qilyapti. Siz avval ijara shartnomasini ko'rasiz. Unda kommunal to'lovlar kimning zimmasida? Umumiy ta'mirlash kimning zimmasida? Soliq kimning zimmasida yozilgan bo'lishi kerak. Odatda iste'mol qilingan kommunal xizmatni ijarachi to'lashi mumkin. Lekin mulk egasiga tegishli soliq yoki kapital ta'mirlash kabi xarajatlar kelishuvga bog'liq. Agar shartnomada yozilmagan bo'lsa, kelishmovchilik chiqadi. Shuning uchun ijara munosabatida hamma narsani boshida yozma kelishib olish kerak.
Demak, yangi to'lovlar mavzusida eng asosiy qoida shunday. Har bir to'lovning sababi asosiy va mas'ul shaxsi bo'lishi kerak. To'lov qonuniy bo'lsa, uni vaqtida to'lash kerak. Chunki qarz yigilda penya, cheklov va ortiqcha muammo paydo bo'ladi. Lekin to'lov tushunarsiz, manbasi noma'lum yoki hisob kitobi noto'g'ri bo'lsa, shoshilib pul o'tkazmang. Avval tekshiring, hujjat so'rang, yozma murojaat qiling va dalillarni yig'ing. Men sizga buni oddiy sabab bilan aytyapman. Bugungi raqamli tizimda qarzdorliklar tez ko'rinadi, lekin xatolar ham bo'lishi mumkin. Aqli yo'l ikki narsani birga qilishdir. Haqiqiy majburiyatdan qochmaslik va asossiz talabga ko'r-ko'rina rozi bo'lmaslik. Agar har bir to'lovning manbasi, davri summasi va hujjati bo'yicha tekshirsangiz, siz o'zingizni ham, oilangiz byudjetini ham himoya qilasiz. Sizda ham shunday yangi to'lov chiqdimi? Qaysi to'lov sizga tushunarsiz bo'lyapti? Izohlarda yozing. Men eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir uy, har bir oila va har bir mulk egasi uchun kerak.